Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun siz bilan Ko'kmara brendining yangi elektr choynaklarini ko'rib chiqamiz. Ushbu lineykadagi mahsulotlar premium dizayn, zamonaviy texnologiyalar va yuqori sifatli materiallarning mukammal uyg'unligi. Elektr choynaklarimizning asosiy afzalliklari: 2 qavatli devorlar tufayli tashqi qismi qizib ketmaydi. Bu esa albatta siz va oilangiz uchun xavfsizlikni ta'minlaydi. Ichki qismi esa 304 turdagi zanglamaydigan po'latdan ishlab chiqarilgan. Bu metall tibbiyot va oziq-ovqat sanoatidan qo'llanadi. Mustahkam isitish elementi suvni 4-5 daqiqa ichida qaynatib beradi. Vaqtingizni tejaydi va elektr energiyasini kam sarflaydi. Qurib qolganida yoki suvsiz ishlaganida himoya tizimi bor. Sensorli ekran va raqamli displey funksiyalari suv haroratini darhol ko'rishga yordam beradi va kerakli issiqlik darajasini bir tekizishda tanlash imkonini beradi. Haroratni saqlash funksiyasi esa suvni uzoq vaqt iliq holatda ushlab turadi. Shunda har doim qulaylik siz bilan birga bo'ladi. Termo himoya bilan jihozlangan tutqich qizib ketmaydi. Minglab qaynatish sikllariga chidamli. Ko'kmara elektr choynaklari bu nafaqat oshxona uchun kerakli asbob hamda ishonchli yordamchi. Ko'rinishi ham chiroyli va sifat jihatdan ham mukammal. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va bizni kuzatishda davom eting.